Oliy ma'lumotlilar diqqatiga. Endilikda siz 5 oy davomida maxsus tayyorgarlik fakultetida serjantlik lavozimiga 100% grant asosida o'qib, Ichki ishlar vazirligiga ishga kirishingiz mumkin. Agar sizga ushbu o'qishning yo'nalishlari, talablari, nizomlari haqida batafsil ma'lumotlar kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Yo'nalishlariga to'xtaladigan bo'lsak, bular yo'l patrul faoliyati, pasportni takomillashtirish, jamoat tartibini saqlash va ko'pchilik qiziqadigan MON yo'nalishlariga bo'linadi. Endi talablari: birinchidan, 18 yoshdan kichik bo'lmagan, 30 yoshdan katta bo'lmagan, oliy ma'lumotga ega bo'lgan ayol va o'g'il bolalar, ya'ni o'g'il va qizlar. Ikkinchidan, maxsus kafedra yoki bo'lmasa ayrim oliygohlarda harbiy kafedralar bor. Bular hujjatlarni topshira olishmaydi. Uchinchidan, sizda muddatli harbiy xizmatga borgan bo'lishingiz kerak. Agar sizga imtihon jarayonlari, talablari, nizomlari yoki bo'y nisbatlari haqida yoki umumiy shu o'qish haqida batafsil ma'lumotlar kerak bo'lsa, yoki imtihon jarayonlari va fanlari haqida direktimizga murojaat qilishingiz mumkin.